Biznesingiz uchun ideal joy kerakmidi? Bilasiz, biznesda eng muhim jihatlardan biri bu lokatsiya. Qo'qon shahrida Kappon bozorida joylashgan oshxona, kafe, choyxona uchun zo'r joy topib keldim. Bitta like bosmasangiz bo'lmas endi akam. Bino pishig'ishdan sifatli qurilgan. Maydoni 840 kvadrat metrni tashkil etadi. Bu joyda jami 10 ta xona bor. Kirish qismi keng. Hatto oshxonaning o'zidayoq 5 ta kirish yo'lagi mavjud. Yonida do'konlari ham bor. Oshxona remonti yaxshi. Ichidagi barcha jihozlar, 30 dan ortiq stol, 100 dan ziyod stul, 10 ga yaqin qozon o'choqlar hammasi sizga qoladi. Bu oshxonaning bir zo'r tarafi bor. Bozor ochilgan paytda bosh vazirning shaxsan o'zlari ruxsati bilan ochilgan birinchi oshxonalardan biri hisoblanadi. Bu esa joyning qadri va obro'sini yana ham oshirib boradi. Kommunikatsiya to'liq, isitish tizimi, konditsioner va отопление orqali yo'lga qo'yilgan. Bozorning gavjumligi sabab savdo tinimsiz, mijoz oqimi doimiy. Bundan tashqari kirish qismida joylashgan 3 ta do'koni ham mavjud bo'lib, hozirda tayyor arrendatorlari bor. Oyiga $500 daromad keltirmoqda. Xohlovchilar uchun do'konlarni alohida sotib olish imkoniyati ham bor ekan. Narxi esa 1 kvadrat metr uchun $500 dan belgilangan. Yana bemalol kelishsangiz bo'ladi. Manzil esa Qo'qon shahar, Furqat ko'chasi 100-uy, Kappon bozorida. Telefon raqamlari shundoqqina ekraningizda. Qo'ng'iroq qilib kelishib ketaverasiz. O'z biznesingizni boshlash yoki kengaytirish uchun tayyor joy. Biznesimni kengaytiraman deb yurgan do'stlaringiz bo'lsa, ularga ham ulashib qo'ying.